Do'stlar, mana sharoitlarga. Mana sizga hojatxona. Do'stlar, mana sharoitlarga. Assalomu alaykum. Amaki, yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Ishlaringiz yaxshimi? Bitta duo qiling. Amin. Allohu akbar. Siz ham sog'ayib keting, bizga javob berasiz. Ishlaringizga omad, Alloh shifo bersin. Sog' bo'lasiz. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Ishlaringiz yaxshimi? Mana u sizga. Amaki, bitta duo qilib berasiz. Mana shu aka-ukalarimizni bizani so'rab so'rami, Xudo sizlarni so'rasin. Amin. Allohu akbar. Mana kamgina bo'lsa ham xo'p xarajat qilasiz. Rahmat. Mayli amaki, yaxshi qolinglar. Ishlaringizga omad, sog'lik tilayman. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz opa? Charchamayapsizmi? Ishlaringiz yaxshimi? Qani jiyan, bu senga sovg'acha. Shu do'stlarimizni duo qilasiz, ketdik biz. Yangi yillar, yangi yillarimiz bundan da zo'r qiyomat bo'lsin. Hammamiz sog' salomat bo'laylik. Ilohi amin. Allohu akbar. Allohning o'zi qo'llasin, sog' bo'linglar. Ketdik. Xo'p, sog' bo'ling, sog'ayib keting. Amin. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Ishlaringiz yaxshimi? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Ishlaringiz yaxshimi? Qani mana u sovg'achalar sizga. Farzandingizga berib qo'yasiz. Xo'p? Allohu akbar. Amaki o'zingiz yaxshimi? Charchamayapsizmi? Ishlaringiz yaxshimi? Bu yerda kichkina mana shuni ham xarajat qilasizlar. Xo'p? Xo'p, ishlaringizga omad, sihat salomatlik. Sog' bo'ling. Xo'p, mayli. Amin. Mana shu yigitlarni Allohning o'zi qo'llasin. Har doim olib o'ldirmasinlar ularni. Farzandlari, nevaralari, evara begonalarni ko'rib yurishlik nasib aylasin. Allohu akbar. Rahmat.